Shirinjon, qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Anchadan beri o'tirib video olmadik-da. O'qishlaring ko'payib, testlaring topshirib, hammasini hal qilib kelding. O'qishlarim bor edi. Oxirgi hafta har kuni borib, har soat kurs bo'lgani uchun ko'chada olib keldim o'zim. O'rtoqlarim bilan. Ha, mana o'rtoqlarim bilan deganingga. Ovqatlanishga kiribsiz, o'rtog'ingizga zo'r bismillah o'rgatib qo'yibsiz deb yozishibdi. Bismillahirrohmanirrohim desam hamma aytadi-da. O'zbekcha ozgincha o'rgan olgan. Salom bilan, bismillah bilan, xayr. O'rgan olgan. Video olsam hamma aytadi. O'zicha. O'zicha. Mayli, yaxshi. Yaxshi narsa o'rganishibdi. Restoranlarga har kuni kirasizlarmi shunaqa o'qishdan keyin ovqatlanishga? Pulni qayerdan olasizlar deb yozganlar ham bor ekan. Pul o'zimiz ishlab topgandan keyin restoran, universitetning ichida ham arzonroq restoran bor. Hamma shu yerda ovqatlanadi. Keyin ko'chada esa family restoran bor. Bu arzon bo'lgani uchun qilib turamiz, lekin har kun emas. Charchasam shunaqasi qaytaman. Restoranda robot ofitsiantlar bor ekan. Ko'proq uzoqroq ko'rsatmabsiz-da, videoni ko'proq olmabsiz deyishdi. Unaqa robotlar ishlaydigan restoranlar nabarot qimmat bo'lmaydimi deb yozganlar ham bor. Yo'q. Yakuniy qimmat restoranlarga odam servis qiladi-da. Bundan boshqa restoranda odamni yatotda unga pul bergandan ko'ra robot bitta olib, u robotni ishlatadi. Ishchi kuchini kamaytiradi. Yaponiyada ishchi kuchi qimmat bo'lgani uchun robot ishlagan arzonga tushadi. Odam nechta ham olgandan ko'ra. Yaxshi. O'rtoqlaringiz bilan mototsikl ham uchasizmi deb, mototsikl haydab ko'rganmisiz degan savol ham bo'lgan ekan. Shu orada berib qo'ying senga. Yo'q. Shu savol javobsiz qolib ketmasin. Mashina, mototsikl bizning uyda mumkin emas. Anaqa bo'lgani uchun keyin. Xavfli bo'lgani uchun uchmayman. Haydamaysan. Adenyo deydi. Bye bye. Bye bye.